Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bir dastavkamiz Seliski tomonga bo'lyapti. Bungerli 41 kilovatlik turetskiy Fabem kotyolimiz. Kotyolimiz bir zapravkaga 3 sutka 5 sutkagacha yonadi. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi kunda sifat bo'yicha eng yuqori, eng tejamkor, o'zini yaxshi ko'rsatgan kotyollarimizdan biri. Kimga shunaqa kotyollar kerak bo'lsa, do'stlar, kelaverasizlar. Barcha kilovat, barcha razmerlari bor, sotuvda mavjud to'liq. Narxlari ham juda arzon, hamyon bu. O'zbekiston bo'yicha eng arzon narx. Sifat qurilish mollari do'koni Sochak mahallasiga marhamat qilasizlar do'stlar.